Mana bizga kelgan yangi kelgan tritsiklimiz. Abbos aka bir tushuntirib bering buni. Salom yurtdoshlar, endi birgamiz. Xullas, bizda Cavallo'ning yangi modeli, tritsiklning yangicha modeli o'sha internetlarga chiqqan, bizga ham yetib keldi. Tak, bunga 2 kishi bu tarafdan, 2 kishi bu tarafdan sabitsetnik qilib o'tirishi mumkin. Plus mana yuk 500 kilogacha, 300 kilo bemalol oladi. Motori minglik motor. Akkumulyatorlar 33,5 dan 5 dona qo'yilgan. Spokojno bitta to'liq zaryad bilan 60-70 kilometrgacha yurib beryapti. Non sotadigan akalarimiz qolganmizda. Bu ochiladi. Yuk ortadigan qilib, mana qayta ko'rsatamiz, mana. Anchagina joy ochiladi ichidan. Bemalol odam tashisa ham bo'ladi, yuk ortib, kishini qilsa ham bo'ladi. Orqalari ham ochiladi, mana. Orqa qismlari ham. Ular mana chiqarilib. Mana. Postlarga ulashib qo'yaveramiz. Narxlarni kelishtirib beramiz. Bo'lib to'lash, kredit, narx har qanday usulda sotamiz. Hammaga rahmat.